2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha viloyatimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, qarorning 3-ilovasida viloyatda chorva mollari o'g'irligi jinoyatlarini sodir etilishining oldini olish maqsadida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari hududiy hokimliklar, veterinariya xizmati va boshqa mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda mol bozorlari va qushxonalarni video kuzatuv tizimlari bilan jihozlash, sanitariya holatlari hamda o'g'irliklarni oldini olish maqsadida go'shtga topshirilgan chorva mollarining kimga tegishli ekanligi borasidagi hujjatlari ko'zdan kechirilmoqda. Jarayonda chorva mollari o'g'irligi bilan bog'liq holatlarni oldini olish maqsadida profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, boshqarma karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari mutasaddi idoralar vakillari bilan bozorlar, savdo obyektlarida joylashgan qassobxonalarda kelib chiqishi hayvonotga mansub mahsulot va xom ashyolar bilan savdo qilinishida veterinariya, sanitariya qoidalari va me'yorlariga rioya etilishi bo'yicha tekshiruvlar va reydlar o'tkazmoqda. Tekshiruvlar davomida savdo va sanitariya qoidalariga amal qilmagan va yaroqsiz mahsulot sotgan 59 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Joriy yilning 3 kuniga qadar bozorlarda kasallik tufayli majburiy so'yilgan yirik shoxli va mayda shoxli hayvonlarning go'shti va boshqa go'sht mahsulotlari bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni aniqlash va ularga nisbatan keskin choralar ko'rilishi bo'yicha dehqon bozorlarida 132 marotaba, mol bozorlarida 37 marotaba va boshqa savdo majmualarida 32 marotaba profilaktik reydlari hamda aholi yashash joylarida 97 marotaba targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Jumladan 2025-yil 31-yanvar kuni Umakay muntazam yo'l patrul xizmati maskanida Nishon tumanida yashovchi fuqaro Jumayev boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinasida 600 kilogramdan ortiq yirik shoxli mol go'shtini veterinariya ma'lumotlarisiz olib ketayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Olingan mahsulotlar viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi laboratoriyasida tekshirilganda iste'molga yaroqsizligi aniqlanib, tegishli tartibda yo'q qilindi. Bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda.